eng keng tarqalgan ismlaridan biri. Umid ismining tarixiga yuzlansak, xo'sh, bu ism bizga yetib kelgunga qadar qanday tarixiy yo'lni bosib o'tdi? Dervishnot sahifasi bu shunchaki tarixiy bilimlar emas, balki jonlangan o'tmishdir. Umid ismi forscha omid so'zidan kelib chiqqan bo'lib, umid kutish ma'nosini anglatadi va fazilatli ismlar toifasiga kiradi. Bu so'z yirik fors lug'atlari va mumtoz adabiyotida keng qo'llanilgan. Umid ishonch ma'nolarini ifodalab, yaxshi natija kutish bilan bog'liq so'zlar guruhiga mansubdir. Tilshunoslar bu so'zni Sosoniylar davri matnlarida uchraydigan o'rta forscha omid yoki umid shakllariga bog'laydilar. Ushbu shakllar umid, istak ma'nolarini anglatgan. Bu ism undan ham qadimiyroq davrlarda esa kutmoq, umid qilmoq ma'nosidagi qadimgi Eron ildizlariga borib taqaladi. So'zning aniqroq Hind-Yevropa rekonstruksiyasi maxsus tadqiqotlarda muhokama qilinadi. Mumtoz fors she'riyatida umid so'zi umid ma'nosida juda ko'p ishlatilgan va shu asosda u asta-sekin shaxs ismi sifatida ham o'rnashib borgan. Onomastik tadqiqotlarda umid asosan erkaklar uchun fors ismi, ba'zan esa familiyasi sifatida tavsiflanadi va ota-onaning farzand kelajagiga bo'lgan umidlari ifodasi deb talqin qilinadi. Fors an'anasining madaniy va diniy nufuzi tufayli omid so'zi qo'shni xalqlar tomonidan o'zlashtirilgan va ularning tillariga moslashtirilgan. Natijada ismning tojikcha, o'zbekcha, ozarbayjoncha va turkcha shakllari paydo bo'lgan. Bu variantlarda talaffuz o'zgargan bo'lsa-da, asl umid ma'nosi saqlanib qolgan. Turk tilidagi o'zlashma umid so'ziga asl turkiy umud so'zi muqobil bo'lib turadi, ammo ikkala variant ham faol qo'llaniladi, jumladan shaxs ismlari sifatida ham. O'zbek va tojik tillarida umid so'zi ham oddiy umid ma'nosida, ham keng tarqalgan erkaklar ismi sifatida ishlatiladi. Undan Umida kabi ayollar ismlari ham tabiiyki yasaladi. Umuman olganda, umid ismi yaxshi hujjatlashtirilgan Eron til an'analariga asoslanadi va bugungi kunda Eron, Afg'oniston, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Kavkazda ham ushbu hududlardan chiqqan diasporalarda keng tarqalgan. Tabiiyki ushbu videoni Umid yoki Umida ismli yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.